Kimman o'zi? Gazni o'chiruvmidi? Nechta bolam bor edi? Xotiningiz har 5 sekundda xotirasini yo'qotadigan bo'lib qolgan. Yo'q-e. Ha, ishonmasangiz, mana isboti. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Biror joyga aylantirishga olib chiqing. Hech bo'lmasa bugun parkka olib chiqing. Hozir xotin. 1, 2, 3, 4, 5. Qaysi parkka boray? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qanaqa park? Ko'cha sovuq bo'lsa, sochingizdan uzoq o'tadi. Uyda o'tiramiz. Balo bormi parkda? Yo'q, bu xotin xotirasini yo'qotibdi. Endi men qiziq bo'lsa kerak-ku. Mayli, men ketdim. Mana qarang. Ertaga ertalab haydaysizmi, yo'q deysizmi, onamnikiga ketaman. Hozir. 1, 2, 3, 4, 5. Qayerga boraman deding? Qayoqqa boraman dedim. Men biron joyga boraman dedim. Oshxonaga boraman deding. Oshxonaga ovqat qilishing kerak, xotin. Ha, oshxonaga borishim kerak. Deyamanmi? Bo'pti. Deyvera. Qarang, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi ketayotgan ekan. Shirin hayot loyihasidan bitta bir xonali uy sotib olsangiz, ikkinchi uyni yutuq sifatida yutib olishingiz mumkin ekan. Zora tekinga yana. Yo'q. Biz ham Xonsaroyda hozir uy olaylik. Xo'p, xotin hozir. 1, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi, xotin olamiz. Nima olasiz? Yo, siz mendan so'roq biror narsa olamsizmi? Xotin. Ha, Produktda qolmabdi, produkt olamiz. Bo'ldimi? aytgancha, endi mumkin ammam o'g'il chiqaryaptilar. O'shanga menga ko'ylak berasiz, ha? Ha, bo'ldi, xotin, tamom. 1, 2, 3, 4, 5. Nima berishim kerak? Ko'ylak berasiz. Xotira, chalg'imaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Nima berishim kerak? Ko'ylak deyapman. To'miz ketganmi, ko'ylak? Unga qara. Bu xotinlar hamma narsani esdan chiqarishi mumkin, lekin ko'ylakka kelganda hech narsani esdan chiqarmaydi. Tavba qildim. Yana bitta papiroq tutib ko'raylik. 1, 2, 3, 4. At.